Bolla narxi qizuvmi? Restylingoviy Nissan Patrol $49,900 ga. Salkam 100 yildan beri bu kompaniya butun dunyo bo'yicha avtomobillar ishlab chiqaryapti. Tegida turgan brend esa O'zbekiston bo'yicha eng arzon qulay narxiga sifatli avtomobillar taklif berishyapti. Bugun sotuvimizda Nissan Patrol restyling versiya titanium komplektatsiyada. 2020-yil probeg 74,000 km, dvigatelimiz esa 4 litrli atmosferniy bo'ladi. 275 ta o't kuchi, rasxod taxmini bilasizlar, Nissan Patrollar haqiqatan 200 gadan sal ekonomichniroq bo'ladi. 15 dan 20 litrgacha oververinglar. Bu modelni tarixiga kelsak, xuddi Gelenwagendagi boshida военный texnika, именно внедорожник ishlab chiqargan. Keyin sekin grajdanskiy jiplar chiqarishni boshladi. Tasavvur qilinglar. Bu уже 6-pokoleniyasi. Endi komplektatsiyani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 3-qator ochiq turgan taqdirda ham hali joy ancha keng. Oila uchun juda ham muhim narsa bilasizlar. Va 3-qator elektronniy ko'tarib tushirsanglar bo'ladi. Zavodskoy 18 diametrli diska balonimiz turibdi. Endi har doimdagi sizlar bilan salonini ko'rib chiqamiz. Salonimiz esa Королевский бежевый rangida деревянный вставкаlar ham mavjud. Отдельно orqaga испаритель konditsioneri turibdi. Uni regulirovka qilsanglar bo'ladi. Ikkita shtatniy monitor, tomimizda ham deflektorlar bor. Именно kondyor uchun ishlatiladigan narsa. Oldi qatorida stiklanniy lyukimiz, juda ham qulaylik. Orqa tomonda ham холодильник ochishingiz mumkin. Va общий состояниеga ahamiyat beringlar. Bu probegiga aniq yarasha. Torpedka, sideniya, mashina absolutno 0 dan chexolda yurgan. Syomka uchun biza chexolini yechdik. Mana ikkita monitor, tepa GPS uchun, past esa klimat kontrol va multimedia uchun. Zavodskoy multirul, оптитронный табло, старт-стоп кнопка. 7 rejim вождения, пониженная передача. O'rtada bitta blokirovka ham mavjud. Avtomat korobka Tiptroniklari bilan va ikkita oldi sideniya, elektropaket. 1951-yildan beri Patrol konveyerda ishlab chiqarib turibdi. Haqiqatan legendarniy model, agar neudachniy bo'lganida haligacha ishlab chiqarilmasdi va Dubayda juda ham mashhur bo'lib ketmas edi.